Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2024-yili 3-oyning 23-kuni shanba. Men Amerikaning Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq 2 haftada bir qatim qiladigan videoga chiqishim. Oldi bilan men barliq qarindoshlarniki Ramazon oyi va Nuruz bayramini qizg'in tabriklayman. Muborak bo'lsin. O'tgan qatim video ishlagan chaqda 8 Mart günü ishlab ekanman. O chaqda men 8 Mart gününiki ayollar bayram ekanligini bilardim, lekin qandaqdir kallamga u kommunistlarniki chiqargan bayram kuni deb o'ylab, uni tabrikligim kelmagan ki o'xsam undaq emas ekan. Shunga 8 Mart ayollar bayramiga muborak bo'lsin degan to'xtab qo'yay bu ishni. Bugün so'zlaydigan jami 4 mazmun bor. Uningki birinchisi xalqaro xabarlar. Hozir ehtimol anladinglar, tunugün Moskvada bir terrorlik vaqasi yuz berdi. Bir teatrxonani portlatib terroristlar teatrxonaga o'g'isi besib tushibdi. U joyda o'yin qilayotgan vaqt ekan. Şunun bilan 40 tak adam o'libdi, 100 dan ortiq adam yardar bo'libdi. Bugun bu ish xalqarada xila cho'ng xabar bo'lyotdi. Putin dastlabda bu ishni nimadan ko'rib ekandik? Ukrainadan. Hozircha oshkorlanishicha bu ishni qilganlar ISIS deb atiladigan islom davlatining odamlariga. Ular o'zlari shular deb jakarlabdi, biz qildik deb endi. Ashta boshqa buniki sebebini tushunish hozircha biraz ters bo'lyotdi. Nima uchun bular bu ishni qildi deb. Nima deganda xabarlarda bor Asad nimani qo'llaydi? Rossiyani, Putinni qo'llaydi. Ondan keyin ham ISISni qo'llaydi endi. Asad uchun ishlagan xalqlar bu islom davlatining odamlari. Ashta turib nima bo'lib Moskvani portlatib qoldi? Bu sababi hozir aniq emas. Ehtimol bundan keyingi bir qancha kunlarning ichida aniq bo'ladi deb o'ylayman. 2 haftaning oldida Amerika hukumati Moskvadagi amerikaliklarga ogohlantirish berib ekandik. Mana bir ishlar yuz berishi mumkin, sirq chiqmanglar, cho'ng yig'ilishlarga bormanglar deb ogohlantirish berib ekan. Shunday qilgan vaqtida Putin buni Amerikaniki suiqasdi, ilmiy kiri bizni qo'rqitishni qilyotdi deb boshqa gaplarni deb ekan. 2 haftadan keyin bu ish yuz beribdi. Şuna mesela bir çok iş vakab oldu. Endi yan bir xabar, çoğun xabar tünügünden tatip bo'lgan çoğun xabar. Trump haqida bo'lyotdi Amerikada. O'tganda maslaga degandim, Trump ko'p arznamalarga uchrab, uniki to'lamasi bo'lmaydigan puliniki miqdori 900 million dollardan oshib ketdi deb. Bunun içinde 2 diloniki Trump'ın talep kılgan pulusi dastlabki Trump yuqori Ali sotqa arz qilish uchun o'zining ustidagi arz to'g'risida pulni to'lamasi bo'lmay ekan. Bu pulning miqdori 464 milyon dollar. 2 arz ustida. Agar bu pulni topshirmasa Trump Ali sotqa arz qilmaykan, ashta boshqa mushta pul topishni to'g'ri qilib, dastlabda Trump men buni pulni topamayman. Endi bayağı vaqtida qisqa. Bu pulni shu oldimizdagi dushanba kuni burun topshirib bo'lish kerak ekan. Topshirib bo'lmasa, o pul uniki o'smidan tortib yana qo'shilib mangadi ekan endi. Ashta boshqa shuna degan. Tunugün Trump men 500 milyon dollar pulni hal qildim, naq pul qo'limda bor deb shuni jakarlabdi. Shuni qilib bu ish biraz burunki andisha biraz yo'qolyapti endi. Agar Trump qatnashish pulni topshirib, yuqori sotqa arz qilib, ussa bu pul qaytib keldi ekan. Agar unda qilmasa, aslida New Yorkdagi Trumpga mashaq pullarni topshirishni buyurgan sotchi pulni topshiramizsa Trumpning uyini tortib olishga boshlaymiz deb shu jakal davron deb yurgan endi. Amerikada ajoyib ishlar bo'lyotdi. Bu shularniki bir qismi odamning ish elishidi, nihoyatda ko'ngilsiz bir bo'lib ketdi hozir. Bu bir misol endi. Shu oralda
bu 500 milyon dollar pulni ben tayyorladim deb tunagun Trump jakalapti. Endi yaqinda bo'lgan yana bir ish Trump Truth Social'da degan bir ijtimoiy taratqu supsi ne e'lon qilmoqchi bo'layotgan buni bozorga solmoqchi bo'layotgan buni yaqinda bozorga soldi ekan. Truth Social deydi. Trump'niki o'ziniki bir media shirkatidek narsa. Bu shirkatniki hozirgi bozor qiymati 5 milyard dollar ekan. Anadaki bu şirketninki 60% pay cheki Trump'ның o'zining qo'lida ekan. Ashtaq bo'lganda agar shu keyingi bir shirkatning ichida bu shirkatni bozorga solib qolsa, Trump'ga 3,5 milyard dollar pul kirdi ekan bu shirkatniki pay chekidan. Shunga bu jihatga ishlar biroz asoslashga qarab menotudi deyishga bo'ladi. Endi tunagunki yana cho'ng xabar amaliyotda tugatigan buning oxirgi natijasi tugagan tunagun Amerika'nınki Avam Palatası, Amerika'nınki 1,2 trilyon dolarlık bir hamçot nimesini tasdiqlagan planını. Bugün etigende, şemgün etigende bu senatörden ötüptü. Kenç Palatası'ndan ötüptü. Bu işler Cumhuriyetçi Partiler için intayın bir eski haber bu atıdı. Nimişka desenler hazır Avam Palatası'nınki Amerika'daki 3. derecelik emaldar Cumhuriyetçi Partiyanınki. Şu Avam Palatası'nınki bayanatçısı. Cumhuriyetçi Partiyanınki aslında bu adam bundan nesini tasdiqlamayman deb turgan tuyuqsiz o'zgarib qilib bu loyihani tasdiqlab shu bilan muzokara qilib millat tashqi silib hozir endi bu ütüp degandek mana ishlar bo'lyotidi. Bu mushu pul bo'lmasa Amerikadagi hukumatni taqilishga to'g'ri kelib qolgan pulsi yo'q. Endi mavu 1,12 trilyon dollar pul bilan Amerika hukumati 9-oygachilik xizmatini qila olay ekan, taqilib qolmay ekan. Undan boshqa bu nachar bo'layotgan yer nima desanglar, mushu hamchot planning ichida Amerika Meksiko chegarasi haqida hech qanday mazmun yo'q. Hech qanday mazmun yo'q, lekin nima deymiz, nurg'un kishilar uchun ancha yaxshi bo'lmagan ish, masalan, irqiy barobarlik degan narsalar, undan keyin jinsini o'zgartirish degan narsalarga ajratgan puli bor. O'tgan sayda berdim Amerikada bir qism boshlang'ich maktablardan bolalardan sen o'g'il bo'lsa o'g'il bo'lasan, qiz bo'lsa qiz bo'lasan deb balki o'g'illikdan qizlikqa, qizlikdan o'g'ilga o'zgartiradigan ishlarni Amerika hukumati pul chiqarib biz qilamiz degan narsalarni yo'lga qo'yyotdi. Hozir mushu yangidan o'tirib qo'ygan hamchot planida mushuni bajarayotgan pul bor ekan. Endi irqiy barobarlik degan narsa nima desanglar, mushu jumhuriyatchilar yaqinqi yillarda mushu narsalarni to'liq ta'kidlab, qartalliklarni ajoyib yuqori o'ringa chiqaryapti. Nurg'un echinish ahvollari bor bu jihatda. Ko'plab kelsak siyosatni xatolashida ham ashlar bo'lib ketdi. Endi mushqatimki puldimi mushtaq narsaga ajratgan pullar bor ekan, lekin Amerika Meksiko chegarasini to'sadigan oid hech qanday narsa yo'q. Shunga bu ishlar hozir Cumhuriyetçi partiyalarga nisbatan biroz nima bo'lib ketib bordi, foydasiz bo'lib ketib bordi. Yaqinda hozir Amerikaniki Kengash palatasi demokratlarning qo'lida, Avam palatasi Cumhuriyetçilarning qo'lida. Cumhuriyetçilarniki soni Avam palatasida 4 odam ko'pdi, demokratlarga qaragan chog'da. Yaqinda bu Cumhuriyetçi Partiyasidan 4 a'zo istifa beribdi. Bunun birisi Bill Johnson, o nimeniki ekan, Ohio'niki, andan keyin Kevin McCarthy, bu Kaliforniyaniki, andan keyin Ken Buck, bu Kaliforniyaniki. Bu 3 adam Cumhuriyetçi Partiyadan chiqqan kongress a'zolari xizmatidan istifa beribdi. Ashta qolgan chog'da hozir Avam palatasidagi Cumhuriyetchilarniki soni demokratchilardan faqat birislam ortiq. Shunga bu nima bo'ldi desanglar, buningki nurg'un bilat tashlashlarda Cumhuriyetchilarniki o'tirib qo'yish ehtimoli bak cho'ng. Endi hozir senatorda Kengash palatasida o'tirib ketdi hozir qadar. Uningda demokratchilarning soni ko'p bo'lganligi uchun
bundan keyin Avam palatasida o'tirib qolish ehtimoligi bor. Nimishqa deganda partiya sizig'i bo'yicha bular tashlangan narsalarda demokratlar intayin ittifoqlashgan. Ularning ichida undaq narsaga qarshi qilgan odam chiqmaydi. Lekin Cumhuriyetçilerin içinde olsa, her kıtım işte bilet taşlaş pop kalsa bir kançısı demokratçı tarafı kötü oldu da Cumhuriyetçilerin içindeki. Aştan olan nayt omuz paydası ahvallar 101 vatkan. Hazır bir yerdeki əza sanının fakat bir lan boğaşka bundakinki nurgun kanun laylarına avaz biriş işleri de Cumhuriyetçilerin oturmuş ihtimalı intayın çoğun. Bu yeni bir çoğun tertip vardı da Amerika hazır. Umumizlik ahvallar intayın načarlaşıp ketvatıdı. Demokratçılar, Cumhuriyetçilerin partiyası acizsi vatıdı yine. İşte bu aşkı işler neye gidiyordu, okul olmaydı. Şıkılıp nahayeti çoğun endişi peyda vatıdı nurgun kişilerde. Yakında Amerika'nınki devlet siyaseti hakkında bir narsa aşkarlandı. O nima desanlar, 2016 yılı Trump prezidentlikka saylanıp 2 yıl o'tgandan keyin u Amerikaniki CIA degan xalqaro qaratilgan saqchi idorasiga buyruq tushirib Xitoy haqida bir qism ishlarni aytib beribdi ekan. U qanday ish desanglar, Xitoy hukumat amaldorlari ichidagi bo'lib Xi Jinping haqidagi bir qism haqiqiy uchurlarni taqib ijtimoiy taratqiladi. Şu arkalık Xitoydagi kishilardagi Xi Jinpingni nazorat qilish va uni besmislish jihatdagi ishlarni ilgari surish mushu jihatda bir qism ishlarni qilgan ekan. Bu ish endi oshkorlandi, burun bu ishlar o'tirib chiqmagan. Bu xuddi Facebookda yolg'on ism bilan hisob elib, Twitterda yolg'on ism bilan hisob elib, boshqa to'g'riliq qarchaplagan o'xshash. Bir alayligi Xitoy bu ishni nihoyat keng ko'lamda qilyotdi. İctimai taraflarının hemisi de Xitay adamları var. Amerika hakkında yalğan uçur takıtıdı bula. Amerika'nın alaylığı nima desanlar, Xitay hakkında rast uçur takıtıdı. Xitay nurgun rast işlerini yushurdigan boğaşqa, Amerika bir kısım işlerini aşkarlap, şu arkalık Xitay xalqını qo'zg'ash bu jihatdagi qilgan ish ekan bu. 2019 yılı. Aslında bunun dastlabki bu ideyalarning o'tirg'i chiqishi Pompeo'dan chiqqan ekan. Pompeo burun FBI'ning boshlig'i. Shu chog'da o'tirib chiqqan ekan, keyin Pompeo Trumpning qo'lida ishlagan vaqtlarda bu ishlar ilgari surilib, ashta bir qism ishlar amalga oshgan ekan. Shu ishlar endi oshkorlandi. Endi 3-cü mazmun Xitoy xabari. Bu haqda ba'zilari Abatin degan Amerika nashrlari munosabatlik 17 Mart günü Xitoydagi bir ijtimoiy taratquda Li Changning bir hukumat xizmatidan bergan xizmat doklati degan bir narsa chiqdi, bir doklad o'tirib chiqdi. Chiqib 30 minutlik turiblar keyin o'chirilib ketdi bu. Bu dokladda Li Chang Xi Jinpingni tuandagi 4 nuqtada tanqidlabdi. Bunun birincisi Xitoy hukumat amaldorlarining chirklashishi nihoyat og'ir bo'lib ketdi. Shuning bilan davlat moliyasi vayron bo'lib ketdi debdi. Ikkinchisi chet el shirkatlari chekinib chiqib ketib, ishsizlik nihoyat og'irlashdi. Uchinchisi paychak bozori shiddat bilan tuvanlab, davlat vayron bo'lishga mongdi. To'rtinchisi uy mulk bahosi shiddat bilan tushib, uy mulk bozori yemilishga qarab ketyapti degan mazmunlar bor ekan. Endi bu dokladning o'zi yolg'on. Li Chang hozirgi Xitoyniki davlat jurnalisti boshbaqan endi Xi Jinping bilan bolalar vaqtdan kishi vaqtida do'st bo'ldi. Aslida boshqa bilan doklad yozmaydi, ammo ba'zi odamlar Li Changniki dokladi deb buni to'rga chiqarib qo'yibdi. Chiqarib bu to'rda 30 minutda turgandan keyin to'rda yo'qolib ketdi bu doklad. Endi bu o'tirib qo'ygan mazmunlar yolg'onmi desa u rost. Bu mazmun rost, lekin Li Changniki emas. Li Chang chiqqan doklad emas. Boshqa bir voqea bo'ldi. Meniki sal hayron qolganim, boshqa ishni Amerikaning qilish ehtimoli bor. Nima deganda o'tirg'i chiqqan narsa emas, rost narsa endi. Bu ammo hech kim buni obeytman degan Trump vaqtida qilgan ishlar bilan munosabatli demadi va o'zimning ko'nglida endi
Amerikaniki müştaq qilish ehtimolligimi bor deb o'yladim. Müştaq bir vaqa yuz berdi Xitoyda. Endi bu ishlar bo'lgandan keyin Twitterda bir Xitoy gruppasi ba'zi uchurlarni yo'llabdi. Uniki Twitter'dagi ismi Anonymous 64 deydi. Anonymous degan namsiz degan gap. 64 degan 64, 6 ayning 4 kuni edi. Tiananmen vaqasining kuni. Mushlar debdi. Biz endi ijtimoiy taratqu harakatimizni rasmiy boshladik debdi. Shu Xitoy haqida uchurlar taqdimizda bir narsani chiqaribdi endi. Shuna bu abat degandek bunda ismlarni kimlik tava biz o'qimaymiz uni. Shuna ras Xitoylik qilganmi yoki Amerika qilganmi bilib bo'lmaydi. Lekin hozirga qadar hech kim bu ishni Amerika qildi deb baxmadi. Yaqinda yuz bergan yana bir ish, mana ijtimoiy tarmoqlarda bir statistika natijasi e'lon qilindi. U nima degan chog'da bir qism tadqiqotchilar, Xitoy tadqiqotchilar Xi Jinping degan jallodniki 2014-yil, 2015-yildan buyon o'tirib chiqargan yo'nalish ko'rsatish ishlarini statistika qilib beqibdi. Zodi Xi Jinping qancha siyosat chiqadi deb statistika qilib beqibdi. Oshda qilib ekan jami 244 statistika yo'nalish ko'rsatish siyosat chiqarish ishlarini qilibdi Xi Jinping 2014-yildan keyin. Bu chiqargan siyosatlar davlatniki hamma sohalarga berib taqishadi ekan. Masalan, Xitoy taraqqiyoti, dunyo taraqqiyoti, Xitoy Amerika munosabati deganga o'xshash. Anından keyin yana yezigilik, sanoat, ilm-fan va ma'rif qatorlarga berib taqildi ekan. Ana kichik ishlarda bu bor ekan, buni ko'rsatgan yo'nalishlari. Masalan, ijtimoiy taraqqiyoti, sonliq spor, iqtisodiy qatorliklar. Mushtaq sohaniki hammasida bor ekan bu ishlar. Buningki amaliy ahvoliga qaragan bo'lsak, Xi Jinping degan jallod qaysi sohada yo'nalish ko'rsatsa, shu soha vayron bo'lib ketibdi. Masalan, sonliq spor iqtisodida yo'nalish belgilab ekan, u vayron bo'libdi. Ma'rifda yo'nalish belgilab ingliz tilini maktabda o'qitishni amaldan qoldirib, uni rus tilini chiqardi. Bu jihatdan bir cho'ng chekinish bo'ldi. Ondan keyin paychak bozorida yo'nalish belgilab, Xitoyniki paychak Xitoy shirkatlaridagi paychak bahası intayin shiddat bilan tushyapti hozirmi. U jihatdan bir cho'ng vayronchilik bo'ldi. Anda tashqi savdo sohasida yo'nalish belgilab chet el shirkatlari hozir nihoyatda ko'p sonda Xitoydan chiqib ketyapti. Eksport miqdorimi shiddat bilan to'lab ketdi hozir. Anda o'yinlik bozori, Sharq Turkiston, Hong Kong qatorlarning hammasida mashina qandi. Ishqilib Xi Jinping degan jallod qaysi yo'nalishda yo'nalish belgilab bersa, qaysi sohada yo'nalish belgilab bersa, shu soha vayron bo'lib menyapti. Shunga kishilar buni statistika qilib, jami 244 sohada belgilab, yo'nalish belgilab turibdi degan narsani o'tirib chiqadi. Xudoyim bo'lsa, yana 4 yil yo'nalishlarni belgilab bersa, Xitoy Kompartiya hokimiyati og'dirlar. 4 yil qolmay, men shuni umid qilaman. Endi 4-chi mazmun bilan so'zlaydigan Uyg'urlarning xabari. Vatan haqida xabarlar bor. Lekin bu xabarlarniki konkret mazmun degan degim yo'q. Nimishqa deganda nurg'un ko'p sonli qarindoshlar ro'za tutib o'tyapti. Kislarning ko'nglarini g'ash qilgim yo'q. Keyin Ramazon oyi o'tib bo'lgan chog'da bir qismini deyman degan u to'g'riliq bir narsani degim yo'q. Ishqilib hozir vatandan kelayotganlar bo'lsin yoki vatanga berib kelganlar bo'lsin, paranglashib qo'yganlar. Hozir jazmlashgan bir ahvol vatanimiz Sharq Turkiston Uyg'ursiz vatanga aylanib qolyapti. Uyg'urlar yo'qolib ketib bordi u yerda. Keyin qatimqi videoda dedim, endi ularniki Uyg'urlarni shiddat bilan ishkirga yetkazib, ishkirdan shiddat bilan ko'p sonli xitoylarni vatanga yetkazib, bu ishlarni kuchli holda davomlashyapti hozirmi.
Hozir endi vatandagilarning da'vatqini Uyg'urlikni saqlab qolish ishi chet elliklarga qoldi, chet ellik Uyg'urlarga qoldi degan ko'z qarashdan iborat. Shunga men buni izchil turda ta'kidlab kelyapman. Uyg'ur Project Fondimi shu maqsadda qurilgan 2019-yili. Uyg'ur tili, Uyg'ur madaniyati, Uyg'ur kimligini chet elda saqlab qolish uchun bu sohada biz izchil turda ishlarni qilyapmiz. Hozir bu ish texmi burungi har qanday vaqt qaragan chog'da bir jiddiy vazifa o'rniga o'tyapti. Shunga men chet eldagi qarindoshlarni bu ishga sal qaramasligini, chet eldagi qarindoshlarni bu ishga sal qaramasligini umid qilaman. Yine nurg'un biyuda yashayotgan kishilar bor. Biraz uyg'unish kerak. Vatan, millat yo'qolib ketyapti. Shunga chet eldagilar qo'limizdan kelgan ishlarni qilishimiz kerak. Şu 11. числа Ramazan başlandı. Ondan keyin Uyg'ur Project Fondimi bu yillik yan to'plashni boshlagan to'q. Hozirga qadar 21 odam $4733 yan qildi. Buniki bir qismi Facebook'tan kiryaptilar uni. Bir qismi bizniki vakolatchilarimiz orqali ashta kiryapti. Yana bir qismi Uyg'ur Project Fondiniki PayPal hisobi orqali, to'rbet orqali ashta beryapti. Ashta qilib hozirga qadar jami $4733 kirib bo'ldi. Uyg'ur Project Fondiniki hozirgacha qilayotgan ishlarini o'xshash darajada davomlashtirish uchun bizga $50,000 pul ketadi. Shunga hozirga qadar yig'ilgan pul bizniki nishonimizdan jiq tuvan. Ben Facebook'a $5,000 deb chiqarib qo'ygan. Sababi nima uchun deganda, belki yuqori chiqarib olsam kishilar umidsizlanib pul bermay qolmasin deb boshqa qilib qo'ydim. Agar 5,000 ga yetsa nima o'stirib qo'yman uni. Ashta boshqa meniki barliq qarindoshlardan samimiy kutadigan umidim iqtisodiy yordam qilinglar Uyg'ur Project Fondiga. Biz qandaq ish qilamiz, qandaq ma'nduryapmiz tashlatni bu to'g'risida ko'p deb berdim. Agar har qanday savolinglar bo'lsa, men bilan aloqalashsanglar bo'ladi. Yaqinki bu oldingi 2 hafta bek aldirishib ketib, bizdan planlagan bir qism ishlarni qilolmadim. Ammo keyingi 2 hafta ichida Xudoyim bo'lsa, Uyg'ur Project Fondiniki o'tgan yil qilgan ishlarini ham Uyg'urcha, ham inglizcha xulosalab Facebook'a chiqarib qo'ymayman buni. To'lbetimizga chiqarib qo'yamiz, ko'rib olsanglar bo'ladi. Nurg'un ishlarni qilyapmiz. Hozir ma'lum bir ishni qilish to'g'riliq bir ideyasi bor. Qarindoshlar bizni izlaydi. Menda ish qilmoqchidim, yordam qilsanglar deb. Endi bizniki bu tashkilotni butunlay yana to'plash bilan mengayotgan bo'lgani uchun bizga pul kirmasa ishni qila olmaymiz endi. Shunga bo'lsa qarindoshlar bir kuchab qo'ysanglar, meniki shunga o'xshash chiqarayotgan videolarni har qatimliq videoni 4,000 atrofida odam ko'ryapti. Agar 4,000 odam $10 pul chiqarsa $40,000 kiradi bizga. Hozir $10 ancha ko'p pul emas nurg'un kishilar uchun. Bozorda tamoq, restoran tamoq yesa bir vaqt tamoq kelmaydi $10 ga. Shunga bu yerdagi oziq qilaman deb o'ylamanglar. Qanchalik bir bilsanglar, bizniki qilgan ishimiz jiroq bo'ladi. Albatta degandek millatning ahvoli bek xarab hozir. Shunga biz mushlarni qilish orqali Uyg'ur Project Fondini ma'nodirish orqali Uyg'urlarni qutqizib qola olamizmi? Bunga kafolat yo'q. Lekin bir narsaga kafolat bor. U nima degan chog'da har bir odam o'ziniki qanday yashashini tanlay oladi. Shunga biz o'lib ketadigan chog'da meniki qo'limdan keladigan ishlarni hammasini qilib boqdimmi umrimda deb o'ylab o'zimizga yuz qilaydigan, millatga yuz qilaydigan, Xudoyimga yuz qilaydigan ashta o'tib o'tsak bu dunyodan eng chong baxt hammamiz uchun. Shunga yana bir qatim bu to'g'riliq o'ylanayotgan qarindoshlar bir kuchab qo'ygan bo'lsanglar, sizlar iqtisodiyotni yordam qilsanglar, ishni qila oladigan kishilar qiladi. Bir qism ishlarni qilib yashaymiz.
Andan keyin men o'tgandim degandim. Hozir men konkretni e'lon qilmagan 3 cho'ng tur bor deb. Mush turga yordam qilishni xohlagan qarindoshlar bo'lsa, men bilan aloqa qilishinglar. Men tushuntirib qo'yaman uniki qanday tur ekanligini. Turlar bitgan chog'da e'lon qilamiz biz uni. Hozircha e'lon qilmay turdim. Sababi nima deganda buzg'unchilik uchrab qolmasin deb. Shunga buni esinglarga bir qatam sep qo'yay. Shunga yordam qilinglar bizga. Maqlamsa bugun shunchalik so'zlay. Bugun mazmun burunqidan sal ozroq Ramazon bo'lg'achqa qarindoshlarni qiynab qo'ymay dedim. Keyinchaydan qog'ozlarni to'lab ketaman. Bu damsaklar qatam kirish omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.